Assalomu alaykum. Sizlar bilan muhim kanal. O'zbekistonda shakarga aktiv to'lovi bekor qilinadi. Kanalimizga obuna bo'ling va bitta like tugmachasini bosib qo'ying. O'zbekistonda shakarga aktiv to'lovi bekor qilinadi. Quruq sut importiga qo'yilgan cheklovlar ham olib tashlanadi. Bu haqda bugun 18-aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tayotgan dunyoda yuz berayotgan iqtisodiy tebranishlarning O'zbekiston soha va tarmoqlariga ta'sirini yumshatish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishida so'z ochildi. Yig'ilishda hozirda qandolatchilik va salqin ichimliklar tarmog'i mahalliy sanoatning drayveriga aylanib ulgurgani va ularni qo'llab-quvvatlash muhimligi ta'kidlandi. Shu bois shakarga aktsiz to'lovi bekor qilinishi belgilandi. Quruq sut importiga qo'yilgan cheklovlar ham olib tashlanadi. Qayd etilishicha, buning hisobiga qariyb 40 ming odam ishlaydigan 5,5 ming qandolat va salqin ichimlik ishlab chiqaruvchi korxonalarning yillik aylanmasi kamida 50 trillion so'mga yetadi. Hozirda 2,5 mingga yaqin restoran va kafe QQS to'lamoqda. Yil boshidan ularga QQSning 40% gacha qismini cashback sifatida qaytarish tizimi joriy qilingan edi. Lekin hozircha bu imtiyozdan bor yo'g'i 69 ta umumiy ovqatlanish korxonasi foydalangani ko'rsatib o'tildi. Masalan, salqin ichimlik, tort, muzqaymoq kabi 200 dan ziyod mahsulot alohida sotilsa, cashback berilmayapti. Vaholanki ularga ham QQS to'langan. Soliq qo'mitasiga bu boradagi tushunmovchiliklarni tartibga solib, adolatli tizimni yo'lga qo'yish topshirildi.